Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun siz bilan haftalik yulduzlar bashoratini ko'rib chiqamiz. Osmonning energiyasi sizning hayotingizga qanday ta'sir qilayotganini, sevgi, ish, moliya va shaxsiy rivojlanish sohalarida qanday imkoniyatlari paydo bo'lishini bilib olamiz. Keling, birgalikda sayyoralarning siri va ularning hayotimizga berayotgan maslahatlarini kashf qilaylik. Qo'y burji vakillari, bu hafta hayotingizda sezilarli burilish sodir bo'ladi. Dushanba 10-noyabr kuni siz kutilmagan taklif yoki yangi imkoniyatga duch kelasiz. Bu ishda yangi yo'nalish yoki shaxsiy rivojlanish uchun ochiladigan eshik bo'lishi mumkin. Shu kun o'zgarishlar va qarorlar haftasining boshlanishini belgilaydi. Seshanba kuni hissiyotlar va munosabatlarda kichik noqulayliklar keltiradi. Tushunmovchilik yoki kichik bahslar yuz berishi mumkin. Sabrlilik va muloyimlik sizga vaziyatni yumshatishga yordam beradi. Chorshanba va payshanba kunlari sizning ijodiy va professional kuchingiz yuqori bo'ladi. Shu davrda yangi loyihalar yoki ishdagi mas'uliyat sizga ijobiy natija olib keladi. Ayniqsa, payshanba siz uchun qulay kun. Yangi imkoniyatlar va samarali uchrashuvlar uchun ideal kun. Juma kuni moliyaviy masalalarda ehtiyot bo'lishni talab qiladi. Shoshilinch xarajatlar yoki noto'g'ri qarorlar yuz berishi mumkin. Bu kun noqulay kun sifatida e'tiborga olinsin. Shanba va yakshanba kunlari sizga tinchlik, iliqlik va o'zgarishlarni qabul qilish imkonini beradi. Yakshanba 16-noyabr kuni siz o'zingizni xotirjam his qilasiz. Hayotning kichik zavqlaridan rohatlanasiz va kelajak rejalaringizga ishonch bilan qaraysiz. Ushbu hafta sizning jasoratingiz, sabr-toqatingiz va hissiy o'zgarishlarga moslashishingiz muvaffaqiyat sari olib boradi. Qulay kun 13-noyabr kuni, biroz noqulay kun 11-noyabr kuni. Buzoq burji vakillari, bu hafta sizning shaxsiy rivojlanishingiz va hissiy hayotingizda katta energiya kuchayadi. Ichki zaryadingiz sizni ba'zan loyihalarga haddan tashqari ko'p kuch sarflashga undashi mumkin. Dushanba kuni sizni energiya va ilhom bilan to'liq kun kutmoqda. Ishda va uyda yangi yondashuvlaringizni sinab ko'rish uchun ajoyib imkoniyat tug'iladi. Seshanba kuni sevgi va munosabatlar sohasida kichik tushkunliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar munosabatda bo'lsangiz, keraksiz so'zlardan ehtiyot bo'ling. Yolg'on umidga ishonishni bas qiling. Shu kun sabr-toqat va muloyimlikni talab qiladi. Chorshanba kuni sezgi kuchayadi. Atrof muhitni yaxshi tushunasiz. Ish va ijodiy faoliyatda samarali bo'lish uchun imkoniyatlar ko'payadi. Biroq qarorlar qabul qilishda shoshilmang. Payshanba kuni ish va moliya sohasida yangi imkoniyatlar ochiladi. Sevgi va munosabatlarda ham ijobiy voqealar bo'lishi mumkin. Bu kun yangi uchrashuvlar va muhim qarorlar uchun qulay. Juma kuni professional hayotda faol bo'lishingiz talab etiladi. Hissiy burilishlarga tayyor bo'ling. Oson kun bo'lmasa-da, sabr-toqatli bo'lsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Shanba kuni moliya va ishda barqarorlik, sevgi hayotingizda tezkor voqealar yuz berishi mumkin. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, munosabatlaringiz iliq va samimiy bo'ladi. Dam olish kuni esa o'z yo'lingizni aniqlash va muhim qarorlar qabul qilish uchun yaxshi kun bo'ladi. Sabrlilik va qat'iyatlilik sizga uzoq muddatli muvaffaqiyatni kafolatlaydi. Haftaning qulay kuni 13-noyabr, bir oz noqulay kun 11-noyabr kunidir. Egizak burji vakillari, bu hafta egizaklar intellektual jihatdan faol bo'lishadi. Muloqotga kirishuvchan va turli qiziqishlarga ega bo'lishadi. Biroq bu jonlilik ichki bezovtalikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Muhabbatda ochiq muloqot yaqinlikni kuchaytiradi. Dushanba kuni kichik sinovlar bo'lishi mumkin.
lekin energiya va ilhom bilan to'liq kun kutmoqda. Ishda va shaxsiy hayotingizda yangi yondashuvlarni sinab ko'ring. Seshanba kuni sevgi va munosabatlarda kichik tushkunliklar yuzaga keladi. Keraksiz so'zlardan ehtiyot bo'ling. Yolg'on umidga ishonishni bas qiling. Chorshanba kuni sezgi kuchayadi. Atrof muhitni yaxshi tushunasiz. Ish va ijodiy faoliyatda samarali bo'lish imkoniyatlari ko'payadi. Sevgi sohasida his-tuyg'ularingizni ifodalash qulay bo'ladi. Payshanba kuni yangi uchrashuvlar va muhim qarorlar uchun qulay. Ish va moliya sohasida imkoniyatlar paydo bo'ladi. Sevgi va munosabatlarda ham ijobiy voqealar yuz berishi mumkin. Juma kuni ichki energiyangiz va hissiyotlaringiz sizni yangi yo'nalishlarga yetaklaydi. O'zgarishlar asta-sekin va tabiiy tarzda sodir bo'ladi. Juma kuni o'ta faol kun bo'ladi. Shanba bu kun moliyaviy barqarorlik va ishdagi muvaffaqiyatni olib keladi. Sevgi hayotingizda iliq va samimiy voqealar yuz beradi. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, munosabatlaringiz yanada iliq va mustahkam bo'ladi. Yakshanba kuni siz o'z yo'lingizni aniqlashga va muhim qarorlar qabul qilishga urinib ko'rasiz. Haftaning eng qulay kuni 10-noyabr dushanba kuni. Haftaning biroz noqulay kuni esa seshanba kuni. Qisqichbaqa burji vakillari 10-dan 16-noyabrgacha bo'lgan ushbu haftada siz tinch va yoqimli kunlarni kutishingiz mumkin bo'ladi. Bu hafta sizni o'zingiz uchun muhim loyihalarga bag'ishlanishga undaydi. Siz har doim qadriyatlaringiz va orzularingizga bog'langansiz. Shu haftada ularga e'tibor qaratish juda muhim. Hayot faqat mas'uliyat va burchlardan iborat emas. Haftaning oxirida orqaga nazar tashlab, erishgan narsalaringizdan faxrlaning. Sevgi sohasida ichingizdagi olov hali ham yonib turibdi. Baxtli yulduzingizga ishoning. Yangi odamlar bilan uchrashish tez-tez sodir bo'lishi mumkin. Ishda esa martabangizni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochiladi yoki yangi hamkasb keladi. Bu o'zgarishlar sizga yoqadi. Sevgi uchun eng yaxshi kun 13-noyabr kuni. Bu kun munosabatlarda bo'lsangiz, sherigingiz bilan yuzaga kelgan keskinliklarni yumshatishga harakat qilasiz. Agar yolg'iz bo'lsangiz, o'z xohishingizni aniqlash va yangi tanishliklar uchun yaxshi imkoniyat tug'iladi. Ish va moliya borasida dushanba kuni o'z martaba istiqbolingizni ko'rib, yangi imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Moliyaviy jihatdan oqilona qarorlar qabul qiling. Seshanba kuni orzularingizni amalga oshirish uchun kuchingiz yetadi. Moliyaviy jihatdan barqarorlikni saqlashga harakat qiling. Payshanba kuni munosabatlarda va ishda muhim qarorlar qabul qilish uchun qulay kun. Shanba kuni omad va imkoniyatlar siz tomonda bo'ladi. Haftaning eng qulay kunlari chorshanba va juma kuni. Biroz noqulay kun esa seshanba kuni. Arslon burji vakillari. Arslonlar o'ziga ishonch va quvonch bilan to'la bo'ladi. Bu energiya salomatlik va motivatsiyani mustahkamlaydi. Lekin haddan tashqari ambitsiyalardan ehtiyot bo'ling. Sevgida saxiylik namoyon bo'ladi, lekin hukmronlikka intilmang. Ishda esa yetakchilik muvaffaqiyat keltiradi. Muhabbat bobida agar turmush qurgan bo'lsangiz, birgalikda mehrli va barqaror kelajak uchun harakat qilasiz. Bo'ydoqlar uchun yangi uchrashuvlar va imkoniyatlar kutilmoqda. Ish va moliya borasida strategik rejalashtirish va uzoq muddatli maqsadlar sizning ustuvorligingiz bo'ladi. Loyihalarni amalga oshirish va yangi hamkorlar bilan ishlash uchun qulay hafta. Moliyaviy jihatdan oqilona qarorlar qabul qiling. Ta'til yoki shaxsiy xarajatlar sizni baxtli qiladi. Dushanba kuni biroz jasoratni talab qiladigan kun bo'ladi. Seshanba kuni esa o'zgarishlarni boshlash uchun eng qulay kun. Payshanba kuni munosabatlarda yarashuv va loyihalarni boshlash uchun foydali bo'ladi. Shanba kuni
harakatlaringiz samarasini ko'rishingiz mumkin. Ish va sevgida muvaffaqiyatli bo'lasiz. Yakshanba kuni oilaviy va do'stlik aloqalarida kuchli birlik hosil bo'ladi. Bu hafta hissiy barqarorlik va strategik rejalashtirish sizni har sohada muvaffaqiyatga olib keladi. Parizod burji vakillari. Siz buni kutmagan bo'lishingiz mumkin, ammo bu hafta hayotingizda o'zgarishlar yuz beradi. Ayniqsa, sevgi hayotingizda yangiliklar va yangi qarorlar muhim bo'ladi. Muhabbat bobida 15-noyabr shanba kuni romantik va hissiy jihatdan o'z kuchingizni qaytarish uchun eng yaxshi kun bo'ladi. Bo'ydoqlar uchun yangi sevgi imkoniyati mavjud. Ishda qoniqish kamroq sezilsa ham, sabr va tahlil orqali haqiqiy sabablarni aniqlang. 11-noyabr seshanba kuni ishdagi yangi imkoniyatlar va karyerangizni rivojlantirish uchun eng qulay kun. Chorshanba kuni moliyaviy qarorlar va qat'iy, aniq bo'lishi kerak bo'ladi. Bu hafta siz ichki dunyo va hayotiy maqsadlaringizni chuqurroq anglash uchun imkoniyatga ega bo'lasiz. Biroz notinchliklar bo'lsa ham, hayotning yorqin tomonlariga e'tibor qarating va o'z ehtiyojlaringizni hurmat qiling. Yakshanba kuni uzoq muddatli rejalaringizni amalga oshirishga tayyor bo'ling. Sizning xarakteringiz har qanday to'siqni yengishga yetarlidir. Baxtli raqamlar 6 va 24-raqam. Bu hafta kichik kamchiliklarni qabul qilish quvonch va erkinlik uchun joy ochadi. Tarozi burji vakillari. Bu hafta hayotingizda sezilarli burilish sodir bo'ladi. Dushanba 10-noyabr kuni kutilmagan taklif yoki yangi imkoniyat sizni kutmoqda. Bu ishda yangi yo'nalish yoki shaxsiy rivojlanish eshigini ochadi. Seshanba kuni munosabatlar va hissiyotlarda kichik noqulayliklar keltiradi. Tushunmovchiliklar yoki kichik bahslar yuz berishi mumkin. Shuning uchun sabr-toqat va muloyimlik sizga yordam beradi. Chorshanba va payshanba kunlari ijodiy va professional energiyangiz yuqori bo'ladi. Yangi loyihalar va ishdagi mas'uliyat sizga ijobiy natija olib keladi. Ayniqsa, payshanba kuningiz qulay, yangi imkoniyatlar, samarali uchrashuvlar va foydali tanishuvlar uchun ideal kun bo'ladi. Juma kuni moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'ling. Keraksiz xarajatlar yoki noto'g'ri qarorlar yuz berishi mumkin. Shuning uchun bu kunni noqulay kun sifatida e'tiborga oling. Shanba va yakshanba kunlari tinchlik, iliqlik va hayotning kichik zavqlaridan rohatlanish imkonini beradi. Yakshanba kuni siz o'zingizni xotirjam his qilasiz. Kelajak rejalaringizga ishonch bilan qaraysiz. Sevgi va do'stlar bilan vaqt o'tkazish iliq va samimiy bo'ladi. Ushbu hafta jasorat, sabr-toqat va hissiy moslashuv orqali muvaffaqiyat sari yo'l ochiladi. Har bir kunning energiyasini sezib, imkoniyatlardan foydalaning. Qulay kun 13-noyabr kuni. Biroz noqulay kun esa seshanba 11-noyabr kunidir. Chayon burji vakillari. Bu hafta sizga harakat va g'ayrat bag'ishlaydi. 10-dan 16-noyabrgacha o'zingizni quvvatli va hozir his qilasiz. O'z rejalaringizni aniqlash va oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga yaqinlashish uchun eng yaxshi vaqtdir. Kichik qiyinchiliklar bo'lsa ham ortiqcha tashvishlanmang. Hammasi vaqtinchadir. Ishda sizni muvaffaqiyat kutmoqda. Loyihalarga diqqat bilan yondashing. Yangi imkoniyatlardan foydalaning. Agar ish qidirsangiz, omad siz tomonda bo'ladi. Shaxsiy hayotingizda ochiq suhbatlar va samimiy munosabatlar sizni bir qadam oldinga olib chiqadi. Bo'ydoq tarozilar uchun yangi tanishuvlar biroz kutishni talab qiladi. Sabr qiling. Dushanba kuni kichik sinovlar kutmoqda. Seshanba kuni tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Muloyim va sabrli bo'ling. Chorshanba va payshanba kunlari kuchingiz yuqori darajada. Yangi ishlar uchun
qulay kundir. Juma kuni moliyaviy ehtiyotkorlik kerak. Ortiqcha xarajat qilmang. Shanba kuni tinchlik, iliqlik kutilmoqda. Yakshanba kuni esa hayotning kichik zavqlaridan rohatlaning va kelajak rejalaringizga ishonch bilan qarang. Bu hafta sabringiz, jasoratingiz va hissiy moslashuvchanligingiz sizni muvaffaqiyat sari yetaklaydi. Eng qulay kun 13-noyabr kuni. Biroz noqulay kun esa 11-noyabr seshanba kunidir. O'qotar burji vakillari, bu hafta siz harakat, yangi tajriba va ma'no izlashga intilasiz. Sport, sayohat va harakat sizga energiya va baxt beradi. Muhabbatda mustaqillik muhim, lekin barqarorlikni ham unutmang. Karyerada ochiqlik va optimizm sizga yangi imkoniyatlar keltiradi. Dushanba kuni yangi imkoniyatlar haftasi boshlanadi. Ijtimoiy hayotda faol bo'ling. Do'stlar bilan yangi narsalarni sinab ko'rish sizni ruhlantiradi. Seshanba kuni sevgi va romantika kuchliroq bo'ladi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, yangi uchrashuvlar ehtimoli bor. Ochiqlik va samimiylik sizga foyda keltiradi. Chorshanba va payshanba kunlari ish va ijodiy loyihalarda samaradorlik yuqori bo'ladi. Yangi g'oyalar va uchrashuvlar sizga qulaylik keltiradi. Juma kuni moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'ling. Qarorlar va xarajatlarda tezkorlikdan qoching. Ishdagi mas'uliyat esa sizni o'sishga undaydi. Shanba kuni mustaqillik va erkinlik hissi kuchli bo'ladi. Hayotingizda o'zingizni ko'rsatish, qadrlanish va shaxsiy erkinlik uchun imkoniyatlar paydo bo'ladi. Yakshanba kuni harakat, qaror va energiya haftaning oxirida sizga ijobiy ta'sir qiladi. Hissiy va professional jihatdan aniq maqsadlaringizni belgilash va ularga erishish vaqtidir. Qulay kunlar 12-13 noyabr kuni. Biroz noqulay kun esa 11-noyabr kunidir. Tog' eshkisi burji vakillari, bu hafta sizni Saturn va Uranning o'ziga xos energiyalari boshqaradi. Bir tomoni sizni sabr, toqat va mo'tadil qarorlar qabul qilishga, ikkinchisi esa tezkorlik va yangilikka undaydi. Dushanba kuni haftaning boshlanishi jasoratni talab qiladi. Hozirgi holatingizni ochiq va halol baholang. Bu kun qilgan qarorlaringiz haftaning keyingi kunlarida natija beradi. Seshanba kuni ichki hissiyotlaringizni o'rganing. Sizni kundalik hayotdan bir qadam orqaga chekinishga undaydi. Shubhalar paydo bo'lsa ham, do'stlar va yaqinlaringiz bilan muloqot orqali ulardan chiqish mumkin bo'ladi. Chorshanba kuni sevgi va munosabatlar uchun eng yaxshi kun. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, yangi tanishuvlar ehtimoli yuqori. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan his-tuyg'ularni baham ko'ring. Payshanba kuni o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar kunidir. Qo'rquvlarni yengib, yangi yo'llarni sinab ko'ring. Shaxsiy va professional rivojlanish uchun ayni muddao. Juma kuni sayyoralarning ta'siri sizni ba'zida to'siqlarga qarshi turgan holda qarorlar qabul qilishga undaydi. Hayotdagi o'zgarishlarni qabul qiling va kelajakka real ko'z bilan qarang. Shanba kuni ish va hayotdagi muvaffaqiyatlar kunidir. Sayyoralarning ta'siri sizga yangi imkoniyatlar va qulayliklar olib keladi. Yakshanba kuni yangi yo'l boshlash uchun jasorat va imkoniyatlar yetarli bo'ladi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'ling, lekin umidni yo'qotmang. Eng qulay kun chorshanba kuni, bir oz noqulay kun esa juma kunidir. Qovg'a burji vakillari, qovg'alarning intellektual va ijodiy energiyalari ushbu hafta kuchayadi. Sizni yangi g'oyalar va inqilobiy qarorlar kutmoqda. Dushanba kuni kun dinamik va biroz asabiy bo'lishi mumkin. Ish va moliya masalalarida qat'iyatli bo'ling,
lekin kayfiyatingizni nazorat qiling. Seshanba kuni o'zgarishlar kiritishga intilish kuchayadi. Ichki energiyangizni to'g'ri yo'nalishga yo'naltiring. Chorshanba kuni esa omad va sevgi kuni. Loyihalaringizni boshlash va his-tuyg'ularingizni ochiq ifoda etish uchun ideal kun. Payshanba kuni sizda portlovchi energiya bo'ladi. Qarorlaringizni vijdonan asoslang va yangi tajribalarga ochiq bo'ling. Sevgi va ishda ehtiyotkor bo'ling. Juma kuni atmosfera jiddiy bo'ladi. Ishga to'liq e'tibor qaratib, maqsadlaringizga intiling. Yolg'iz vaqt o'tkazib, fikrlaringizni tozalash foydali bo'ladi. Shanba kuni esa eng qulay kun. Ish va shaxsiy hayotingizda muhim yutuqlar uchun imkoniyatlar ko'p. Hamkasblar bilan aloqalarda ehtiyotkor bo'ling. Yakshanba kuni mustaqillik va o'zgarish kuchli bo'ladi. Sevgi va ishda yangi yondashuvni qabul qiling. Ushbu haftada qulay kun shanba kuni, bir oz noqulay kun esa dushanba kunidir. Baliq burchi vakillari, ushbu hafta siz uchun yuksalish va shaxsiy o'sish haftasidir. O'tmish voqealarni qayta ko'rib chiqish va o'zingiz haqingizda ko'proq bilish imkoniyati mavjud. Dushanba kuni kun biroz og'ir, g'oyalar va innovatsiyalar bilan to'la bo'ladi. Ish joyida yordam berish va vazifalarni hal qilishga qulay kun. Seshanba kuni energiyangiz yuqori bo'ladi. Ichki sezgilaringizga quloq soling va o'zingizni tasdiqlash imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Chorshanba kuni orzu va real hayot o'rtasida muvozanatni saqlashga harakat qiling. Muhabbat va ishda sabr bilan harakat qilganingiz ma'qul. Payshanba kuni katta o'zgarishlar kutiladi. Hissiy jihatdan tayyor bo'ling va intilishlaringizni boshqarishga harakat qiling. Juma kuni sevgi va shaxsiy munosabatlar uchun eng yaxshi kun. O'zingizni sevishni va haqiqiy munosabatlarni qadrlashni unutmang. Shanba kuni o'z yo'lingizni aniq belgilash va qadriyatlaringizni amal qilishga qulay kun bo'ladi. O'zingizni muhim qarorlarga tayyorlang. Yakshanba kuni munosabatlar va moliyada kutilmagan hodisalar yuz beradi. Jozibangiz oshadi. Yangi tanishuvlar va yaqinliklar uchun qulay kun bo'ladi. Ushbu haftada ichki muvozanatingizni saqlang. O'z chegaralaringizni aniqlang va energiyangizni samarali ishlating. Sevgida va kasbiy sohada sabr va halollik muvaffaqiyat kalitidir. Qulay kun yakshanba kuni, bir oz noqulay kun esa dushanba kunidir. Azizlar, bugungi haftalik bashoratimiz shulardan iborat edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi haftalik yulduzlar bashoratlarini birinchi bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha belgisini bosishni unutmang. Unutmang, yulduzlar sizga yo'l ko'rsatadi, ammo har bir qaror sizning qo'lingizda. Sizga omad, sevgi va yorqin kunlar tilayman. Xayr, salomat bo'ling.